Telegram ijtimoiy tarmoqda tashkil qilingan guruh orqali Said ismli shaxs avvaliga foydalanuvchi ayol va qizlarni o'z tuzog'iga ilintiradi. Har safar pul talab qilmoqchi bo'lganida videolarni tarqatib, sharmanda qilishini aytib qo'rqitadi. Yalang'och video olib jo'natishimni so'radi. Men boshida yo'q dedim, qarshilik qildim. Keyin jahli chiqdi, urishdi meni, uylanamasanga deb ishontirdi. Xudoga gaplar rosa ko'p ekan. Keyin tashladim men, 3 ta video tashladim. Jabrlanuvchilarning biri bilan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasiga ko'ra, ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishdan avval Said ismli shaxsga jami 2 dona uzuk va 1 dona tilla zanjirini topshirgan. Bunchadan keyin yo menga pul berasan yo tilla berasan dedi. Menga tilla berdim. O'zimni babushkam olib qo'ygan tillalarni berdim, 2 ta uzun. Men o'zi ishim shunaqa pul topaman deb gapirishni boshladi. Telegramdagi qizlarni ham ko'rsatdi, shuncha qiz bor menda, shuncha qiz videosi bor, shuncha qizdan pul olib yuraman dedi. Yana ozgina o'sha pulga muhtojlik bo'lib, shu videolari turuvdi menda. Keyin yana yozdim, videolaring turibdi dedim. Shu pul bersa chiqarmayman, pul bersa chiqarmayman dedim. Tilla berdi, birinchisi tilla berdi, ikkinchisi tros berdi. Bundan tashqari, Said ismli shaxs shantaj qilish orqali yana bir ayolni qo'rqitgan. Unga ham video tasvirlarni tarqatib yuborish bilan tahdid qilgan. Har oy undan pul talab qilib kelgan. Ijtimoiy tarmog'ida gruppalar bo'ladi. Gruppalarda yozishib, zerikkanimda kirib o'tirib, u bilan gaplashib, o'sha bitta Laylo degan qiz bilan gaplashdim, uni lichkasiga o'tdim. Ozgina vaqtdan keyin o'sha jiddiylashdi gaplashayotgan munosabatlarimiz. Men xohladim uni o'sha yechini videoga olib tashlashini o'zini. Videoga olib tashladi. Rasm chaqirib ketishni xohlamasang, menga 500 ming berasan deb aytdi. Men qo'rqaman, shu 500 ming pulni berdim. Men yana yo'q ketdi orada. Yana endi bu safargisi endi pul menga berasan 1 million deb so'radi. Agar bermasang, mahallamdagilarga sharmandan chiqarib rasmni ko'rsataman deb aytdi. Pulni ham topib berdim men. Keyin bu yerga kelib yozdim. O'zim xohishim bilan yozdim. Keyin ular menga yordam berishdi. Aytdim, mendan shunaqa pul so'rayapti. Ertagacha topib bermasam, chiqarib olar ekan, mahallamga kelar ekan, ota-onamga tashlab ketar ekan, disk qilib dedim. Shunaqa dedim, keyin ular menga yordam berishdi. Murojaatga asosan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Uchtepa tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan maxsus tadbir o'tkazilib, 1993-yilda tug'ilgan Said ismli shaxs daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Ilojsiz qolgan jabrlanuvchilarga ichki ishlar xodimlari o'z xizmat vazifalari doirasida yordam berishdi. Juda katta xato ish qildim, erkakchiga. Bu menga yarashmagan narsa. Nima oldin hech o'ylamagan ekanman. O'zingni ayoling shunaqa bo'lsa, sen shunaqa ayolga uylanib qolsang-chi deb mana shunaqa joylarni tushuntirishdi. Ichimda qanaqadir boshqacha qo'rquv bo'lib ketdi. Только что выяснилось, что парковка, где находится Пойтак бизнес-центр, на ее месте собираются строить какой-то коммерческий объект. А куда людям машины ставить? Вот вопрос. Место, несомненно, хорошее. Тут уже все контейнерами здесь заставлено.